Joylar sizlarga onlayn va offlayn kurslarimda bo'lgan Napoleon retseptini hadya qilib bermoqchiman. Yaxshilab videoni oxirigacha ko'rib o'rganib olinglar. Birinchi bo'lib muzdek suv solamiz. Muzdekkina bo'lishi kerak, iluv bo'lmasin. Shu joyga e'tiborli bo'linglar. Muzdek suvni soldim. Uksus solamiz, 1,5 osh qoshiq. Tuz qo'shamiz, 1 choy qoshiq. Ketidan 2 ta tuxum qo'shamiz. 2 ta yirik, katta tuxum bo'lishi kerak. Agar tuxuminglar mayda bo'lsa, 3 ta tuxum qilinglar. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Massamiz bir-biriga kirishib ketishi kerak. Tuxumlarni ham yorib, biroz tuzlari sal erigunigacha aralashtirib olamiz. Bunimiz tayyor bo'ldi. Bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi sariyog' bilan unni kroshka qilib olamiz. Tayyor elangan unni solamiz. Birdaniga hammasini sovormaymiz. Teng yarmini solamiz birinchi bo'lib. Sariyog' qo'shamiz. Yana bitta nozik va kerakli joyi. Sariyog'ni ko'rishinglar mumkin. Qo'limni izi tushmayapti. Mana. Qo'lim izi tushyapti, unaqa kirib ketmayapti. Qattiq demoqchiman-da, unaqa joyi yumshoq emas. Xolodilnikdan olganimga bir yarim soatcha bo'ldi. Bundan yumshoq bo'lmasin. Bo'lmasam un juda ham ko'p ketib qoladi, juda ham un ko'p yeb qo'yadi. Hammasini solamiz. Kroshka qilishni boshlaymiz endi. Yaxshilab kroshka qilib olamiz. Mana yaxshilab urib olamiz. Bir-biriga kirishib ketish kerak. Kimlardir aytadi, Napoleonni xamirini unaqa mushtlab bo'lmaydi. Yengil harakat bilan xamir qorish kerak deyshadi, lekin men bu narsaga qarshiman. Umuman mushlamasdan qilingan xamir, birikmasdan qilingan xamir sal boshqacharoq, keskanda juda ham kumur-kumur bo'lib ketadi. Hozir men sizlarga o'zim usulimni ko'rsataman. Bu usulda ham albatta qilib ko'ringlar, xudo xolisa zo'r o'xshab chiqadi. Ana endi tayyorlab qo'ygan suyuq massamizni o'rtasidan sovoramiz. Endi xamir qorishni boshlaymiz. Agar uni kamlik qilsa, yana un qo'shib boramiz oz-ozdan. Mana uni kamlik qiladi, yana endi ozgina qo'shib boramiz. Yaxshilab xamirni biriktirib, mushlab olamiz. Xamirim o'sha ancha tayyor bo'lib qoldi. Hozir buni endi 7 ga, 8 ga yoki 10 ga bo'lib olamiz. Tayyor xamir endi zuvolachalarga bo'lib olsak bo'ldi. Tayyor xamirni 6 ta zuvolachaga bo'lib oldim. O'zingiz xohishingizga qarab, listingizni katta kichikligiga qarab siz ham sonini to'g'rilab olsangiz bo'ladi bemalol. Hammasini grammini iloji boricha bir xil qilib olamiz. Shunda Napoleon ko'rlari bir xil chiroyli bo'lib pishadi. Hammasini grammi o'rtacha 270 grammdan chiqdi. Endi har bitta zuvalachani ochib olamiz va xuddi mana shunaqa ko'rinishda konvert qilib olamiz. Hozir buni qanaqa qilganimni ko'rsatib o'taman. Ozgina un sepib olamiz ish stolimizga va qanaqa shaklda dumaloq, to'rtburchak ahamiyatsiz hozir konvert qilayotganimizda. Chiroyli bir tekisda ocha olmayman deydiganlar uchun bu hozir etap muhim emas bunaqasida. Ochib olamiz, keyin konvert ko'rinishda o'rab olamiz. Tepa qavatini va pastki qavatini bir-birini ustiga ust qo'yamiz. Bitta, ikkita bukladik mana. Tayyor bo'ldi. Yana bitta ko'rsatib o'taman. Tepa qavatini yopdim o'rtasiga, tegi qavatini yopdim va mana bitta, ikkita tayyor bo'ldi. Bunaqa holatda bemalol muzxonaga qo'yib, zakazga ham ishlasanglar bo'ladi. Mana 6 ta qavatini hammasini tayyor qilib oldim. Endi mana 6 ta qavati qilindi. Endi shuni mana birinchi qilganim mana mana shu qavatni birinchi qavatdan yana boshlab ochaman, yana bir marta konvert qilaman. O'sha eng birinchi qavatimni olib oldim. Endi yana shuni konvert ko'rinishida ochib olaman. Nomiga un sepamiz. Xuddi shu konvert holida yana ochib, xuddi shunaqa ko'rinishda yana o'rab qo'yamiz va biroz tindiramiz. Buni soatlab, nechayamdir sutkalab tindirish shart emas. Ochishga osonroq bo'lish uchun biroz tindiramiz va srazu pishirishni boshlaymiz. Xamir ochildi.
Endi yana xuddi shunaqa konvert qilib olamiz. Faqat bu jarayonda harakat qilinglar bir xil chiroyli tekis ochishga. Mana yana 1, 2. Bo'ldi, mana endi shundoqligicha 10-15 minut tindiramiz. Hammasini 2 martadan konvert qilib oldim. Ochsangiz, xudo xolisa listda pishirganda kumur zo'r bo'lib chiqadi. Mana tayyor holati. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu holatda strechga o'rab, sotuvni ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi.